agar shu to'yxonada to'y qilsa, Dubay, Tailand yoki Vyetnamga 2 kishilik asal oliga putyovka qilib berishayotgan ekan. Meni nomimdan kelgan kelin kuyovga fotozona tekin. Aziz, menga qaragin. 36ga chiqdingiz, o'qib o'ldirib qo'yaymi seni? Qachongacha so'qqa bosh bo'lib yurasan? Aziz, menga qara, bechora o'rtog'im butun qiynalib ketdi, senga qidiravurib, qiz qidiravurib. Orada qancha to'yni o'ynavardik o'sha. Menimcha to'g'risi charchab ketdim. Har yili yangi ko'ylak tiktiryapman. Va menga qaranglar, to'y qilish hozir bilasizlarmi? Nech pul kamida $100, $150 kishi boshiga qata olaman, shuncha pulni. Har rasxod, sizlarni restoran olib borishim kerak. Aziz, menga qara. Uyini oldida shunaqa qilib Baxtiyor degan to'yxona ochirgan. Shunaqa zo'r yaqinda jiyanimni to'yga borib keldim. Ishu podarkalari ham bor. Sizlarni ham qarindosh urug'inglar mashqqa keldimi? Uylan deb chetdan shu Qibraydagi to'yxonani ko'rib keling. Maqtashganligicha bor ekan, bu Baxtiyor to'yxonasi kattagina ekan. To'yxonaga bemalol 350 tagacha odam ketar ekan. Yetmaganida menyular arzimagan 200 mingdan boshlanar ekan. Agar odam soni ko'proq bo'lsa, skidkalar ham qilib berishar ekan. Endi stolda nima bo'lishini aytib beraman. Hammaga bir xil yoqadigan turli salatlar. Yetmaganida sirniy assorti, мясной assorti, рыбный assorti, овощной assorti, fruktovoy assorti, горячий zakuskalar deysizlarmi, somsalar, birinchi ovqatlarning xilma-xilligi, ikkinchi ovqatlarning xilma-xilligini gapirmaysizlarmi? Xullas, dasturxoninglar to'kin sochin bo'ladi. Yetmaganida eng sevimli san'atkorlar sahnada mazza qilib qo'shiq kuylaganda, mehmoninglar katta tansplashatkada mazza qilib sizlarning baxtinglar uchun o'ynab ham berishadi. Meni nomimdan kelib, to'y bron qilganlar uchun ko'rib turgan 6 ta zonadan iborat fotozona mutlaqo tekin ekan. Bo'ldi. To'yi 15-iyunga mo'ljalladim. Chunki iyul oyida agar shu restoranda to'y qiladigan bo'lsangiz, bemalol 2 kishilik sayohatni yutib olish imkoniyati bo'lar ekan. To'y qilganlarning orasida tanlab olishar ekanda, endi shu arzimagan ish qoldi. 15-iyungacha to'yda yonimda o'tiradigan kelin topsam bo'ldi.